Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2005-yili 1-oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy roman Qonliq iz. Avtori Muhammad Ali Hilim. 15-bob. Hayot siniqi. O'limdan qo'rqmayman, yo'q asla. Izsiz yo'qolishdan qo'rqaman. Mi Yu Lermontov. Yasinjon bilan Ahmad buloq beshi bilan minib, Patak lavxaning beg'idan o'tishiga dushmanlar ularni qorishib oldi. Bular yetarlik ma'lumotga ega bo'la olmay, terikib dahiyansiga ichkirlab kirgan edi. Naga bordikin bu soltaklar? Bog'langlar, qechib ketmasin, dedi boshliq suhbat beri. Bularni mansitmagandek so'g'uq kulib. Yasinjon bilan Ahmad nima qilishni bilmay, bir-biriga yo'linib turib qoldi. Düşman askarlari qoral tanliginicha bularga qarab kelmoqda edi. Terik tutinglar. Qandaq qilmiz? Dedi Ahmad qo'rqinch aralash. İlishayli, bularning qo'lga terik tushib qolmayli. Bularda qoral tursa, kuchimiz yetarmi? Amal yo'q. O'lsakmi vijdonimiz bilan o'layli. Ularning qo'lga terik tushib qolsak, hech narsani demayli. Bo'ldi, so'zing to'g'ri. Düşmanlar yaqinlab keldi. Yasinjon chabdaslik bilan bir askarning miltiqining uchini tutib olib, maydisiga birini tepib do'miltibatdi. Ahmadmu shu xil usulda bir askarni tikmollaq atqizvatdi. "Ularni qorshab tutinglar", dedi hiliqi boshliq sifat askar qattiq varqirab. Yasinjon bilan Ahmadga 5 dan askar mahkam eslab oldi. Ular tipirlaydi, silkinatdi. Düşmanlar bularni bog'lab oldi. Ahmad hech narsani demayli, bo'lmasa partizanlarimizning holi xaroblashidu, g'alaba qilishimiz qiyinlashidu. Askarlar ularni ishtirib dushkalab saqchi idorasiga elib bordi. Qapoqlari turilgan, qaramtul chiroyi tatirib ketgan saqchi boshlig'i ularni ko'rib bir xil mamnunlikdan beshini ling'ishtib yiqimsiz hijaydi. "Tarjimon tepib keldinglarmi?" "Ha, mana", dedi bir saqchi. Simburut kulib turadigan o'ruq beri qo'l bog'lab, saqchi boshliqqa qarab turadi. "Yaxshi, so'zlarimizni udulliq tarjim qilib tur, ha", dedi saqchi boshliqi. Andin Ahmad bilan Yasinjon tarafga burilib, so'zini davomlashtirdi. "Sizlar bu yerga nimaga kelgan? Bizning ahvolimizni bilish uchunmi? Naga berishimiz, nada turishimiz bilan sening nima chatiqing?" dedi Yasinjon uningga mixtak qadilib. "So'zlaring to'g'ri emas. Naga borsan, nada tursan, buni biz boshquramiz. Bizga moslashmasang ziyon tortqini shu", dedi. Andin u saqchilarga buyruq qildi. "Bularni ayrim-ayrim uyga kirib tamg'a esinglar. Mang o'g'ri, mang." So'roq Yasinjondan boshlandi. Simburut tarjimaga kirishdi. "Ismi nima? Yasinjon. Sen kimning odami? Men mushu zaminning odami. Sening mushu zaminning odami ekanligingni bilaman. Sen zaminla deydi ekansan-ku. Amdi zamining yo'q. Zaminimizni zulm qoplasa zamin demay, nima deyman? Bu zamin yo'qolmaydi. Sen qalayimqan so'zlamay, masalani chiroyliqcha topshirsang, sana kengchilik qilamiz. O'zimizga qetib olib, yuqori mansab beramiz yoki oilangga qaytirib ko'p pul beramiz. Ayta, sen partizanlarning odamimi emasmi? Boshqalarga zulm solgan hukmronning o'rni ismaydi. Shunga senlar hamma yerda dashlamyavatsan." Saqchi boshlig'i kulib ketdi. "Mundaqda qiziq so'zlaydi ekansan-a? Qancha odaminglar bor?" "Ming. Qanchalik qurol bor?" "Har bir odamda birdan qurol bor. Miltiq, avtomat, pulemyot bor." "Yolg'on aytyapsan. Rostdan ayt, bo'lmasa qiynalib o'lasan." Uning yapma qapqi ostidagi qiysiq ko'zlari qo'rqinchli mo'ldirlab, chiroyi ko'kirib mudish tus oldi. "Rostdan ayt", deb varqirdi u g'azab bilan ustalni mushlab. "Rost da'vataman. Buni tushirib yalang'ashlanglar. Ondan isib jinidan o'tkidak uringlar." Yasinjonni yalang'ashlab qaytadan osdi. "Meni mushundaq qilishinglarning o'zi sizlarning mag'lub bo'lishga qarab yuzlanganliginglar. O'g'rining yuri pok-pok. Uringlar. Vursang ur ablah, qo'rqib qolmayman." Simqamcha bilan tasma uning badallariga dahshatlik tegishga boshladi.
qamcha va tasma tekkan yer tilinib, qon tepchib chiqyotdi. Uning badanlari titilib qonga bo'yaldi. U tishini tishiga besib, ko'zlarini ching yumatdi. Oxir u lavlarini tishlab qon chiqaribdi. To'xtanglar, buni qo'yib, avini yiniq kerayli. Uning Yasinjandan biror javob elishiga ko'zi yetmay, so'roqni to'xtatib qo'ydi. Ular yana bir uyga chiqishdi. Ahmadning qo'lini kerib, tamga esib qo'yishgan edi. Uning so'zlarini menga birma-bir tarjim qilib ber. Bo'ludi, janoblari, dedi Simburut. Saqchi boshlig'i Ahmadga yuzlandi. Ismi nima? Ahmad, sen partizanlarning odamimi yo'q? Bu yerga nima ish bilan kelgan? Men ularning odam emas, hech narsani bilmayman. Uning ko'zlaridan bir xil vasvasa chiqib turadi. Buni saqchi boshlig'i sezib qoldi. Hammani aytsang, sana kengchilik qilamiz, ko'p inom beramiz, o'zimizga qaytib olamiz yoki oilangga qaytib ketsan. Ava do'sting hammani aytdi. Sizlar partizanlarning odam ekansizlar. Odaminglar, qurol yarg'inglar ancha ko'p emaskan. Biz sen bilan yaqin do'stlardan bo'lib qolamiz. Ey, qanchalik odaminglar, qurolinglar bor. So'rmasaqmi sen partizanlarning odami? Bu yerning ahvolini bilish uchun kelgan. Shundaqmi? Bu do'sting hammin dedi. Ahmad chaqmoq tezligida o'ylanib, Yasinjanning sirni demaydiganligiga ishonch bog'ildi. U hammin degan bo'lsa, mendan nima deb so'raysizlar? Men ularning odam emas, hech narsani bilmayman. Jahillik qilma. Yosh jiningga iching og'irsin. Men seni alohida mukofotlayman. Yavaşlık bilan savolimga javob ber. Seni o'z erkinligingga qo'yib beramiz. Bizga qaytilsangmi mayli. Men hech nimani bilmayman. Rost. Sen mug'ambarlik qilma. Ularning qancha odami, qanchalik quroli bor. Senmi degan so'zdan Ahmad Yasinjanning hech nimani aytmaganligini fahmladi. Men nereden ko'rgan? Ular mingdan ortiqdak turdi. Har birda birdan qurol. Sen avining bilan nada tepishding? Men jinga ketayotsam biri chaqirdi. U menga daxiyangizni yaxshi bilamsan dedi. Dedim. U sana pul, ot beray. Meni daxiyangizga boshlab kir dedi. Pulning gapini anglabla ma'qul dedim. Biz uningdan ko'p pul beramiz. Hammin et. Bildiganlarim tugidi. Yolg'on gap. Uni yalang'ochlab uringlar. Saqchi boshlig'ining judini o'rlab tamaka tutashtirdi. Saqchilar Ahmadni yalang'ochladi-da, qaytadan tamga esib sim qamcha, tasmalar bilan urushga boshladi. Ahmad ochiq og'riqqa bardashlik berolmay varaqiraydi. Badanidan to'xtamay qon iqvatadi. Ey, qanchalik odamlar bor? Men ularning odam emas, bilsam hammani aytatdim, dedi Ahmad injiqlab turib. Men bir yo'lovchi, yolg'on, rost deyapman, saqchi boshlig'i. Saqchi boshlig'i bu yoqqa mang'ach o'yga cho'kdi. Bu rost yo'lovchimidi? Yo'q, undaq emas. Bu uningga qaraganda sal qo'rqinchaqdek ko'rinadi. Avval avini qiynab, buningga hayva qilish kerak. Shu chaqda buning demiginini men bir ko'ray. U mo da'vatishi mumkin. U shularni xiyol qilib, bu turib tursin. Yuringlar, avini yeniga chiqayli, dedi tashqarqi uyga burilib. Boshqalar uning kaynidan agishib tashqarqi uyga chiqishdi. Yasinjan beshini tik tutib saqchi boshlig'iga alaydi. Uning alayishidan saqchi boshlig'ining tanlari shurkunib ketdi. Mayni qistinglar. U qo'l ostidagilarga buyruq qildi. Andin Yasinjonga qarab, yavaşlık bilan et, qanchalik odamlar bor, dedi. Ming, qanchalik qurol bor? Har bir odamda birdan. Odamlar qayerda? Sizlarni hozir qo'rshab bo'ldi. Saqchi boshlig'i tamakisini qattiq sho'rab burildi. Qo'lini kesinglar. 4 saqchi uni bo'shtib tushirdi. Yasinjon oldiga daldangishib ketib, yana qaddini ruslab oldi. 3 saqchi uning shillisidan besib turdi. Bir saqchi uning qo'lini ko'tak ustiga oldi. Chananglar! Saqchi boshlig'ining yanida chaydu tutib turgan saqchi kelib, uning 4 barmoqini biraqla chanavatdi. Yasinjon ochiq varaqiravatdi. Silkinib ko'zlarini ching yumib ig'ir tindi. Ey, qanchalik odamlar bor? Ming, chananglar!
Iliqi saqchi uning qo'lining beg'ishidilla chanavatdi. Qonlar etilib chiqib, jallatlarning yuz ko'zlariga chachirdi. Chanash, qonxo'r jallatlar, anangni biz yildiz tartgan o'z zaminimizda yashaymiz. Xalqimiz amdi qad ko'tirdi. U qaddini tik tutib, jon jahli bilan varqirdi. Uning badan qo'llaridan qon oqatdi. So'l qo'lni chananglar. Jallatlar darhol uning so'l qo'lini tortib akilib chanashdi. Yasinjon ochiq silkinib ketdi. Ey, hammin ey, anangni aytamdi men, vahshiy qonxo'rlar, u anangni chana, uni chana. Iliqi qonxo'r jallat Yasinjonning badanining bir qancha yeriga zarda bilan chaydu urdi. Nima degan jiniching? Joyilnim bu. Bundaq odamlar oz ko'riladi, deganlarni o'yladi saqchi boshlig'i. Qani, yana iqror qilmaganini ko'ray. Tun yarimlashgan bo'lib, atrof jimjit edi. Qozondagi may bulduqlab qaynashqa boshladi. Saqchi boshlig'i qozondagi mayga qarab qo'yib, "May chechinglar!" dedi ansiz varqirab. Ikki saqchi cho'much bilan Yasinjonga may chachqan edi. Yasinjonning badanlari vajildab ketdi. Yasinjonmu ixtiyorsiz varqirvatdi. "Iliq chantuni elib chiqinglar, mavini ko'rsin." To'rt saqchi Ahmadni so'rab chiqishdi. Ahmad Yasinjonni ko'rib aravoyi ushtida ko'zlari qo'rqinchliq mo'ldirlab ketdi. "Ahmad, aytma, sotqinlik qilmayli", dedi Yasinjon holsizlanib. "U nima deydi?" Saqchi boshlig'i darhol Simburutga qaradi. "Ahmad, aytma, biz sotqinlik qilmayli deydi", dedi buningdan qo'rqib chiroyda qon qalmagan Simburut. "Ey", dedi saqchi boshlig'i Yasinjonning oldiga kelib, "Anangni so'roq mushunchalik bo'lsin, uni chanab qiymichimi qilvatinglar." Yasinjon butun kuchini yig'ib varqirdi. "Erkinlik uchun adoqcha kurash qilayli." Simburut uning so'zini tarjim qilib berdi. "U haqiqatan azamat ekan", dedi saqchi boshlig'i saqchilarga qarab. "Ashundaq odamlarimiz bo'lgan bo'lsa, biz bu zaminda mangu hukmronlik qilgan bo'latdik. Afsus." Ikki jallat yalang'ochlangan qilichlarini Yasinjonga urishdi. Qip-qizil qonlar ona tuproqqa singmoqda edi. Yasinjonning buyuk ruhi uning tenidan ajrilib chiqib, osmonga ko'tarildi. Bu kecha shafqatsiz qotillarga nafratlangandek turilib turadi. Dal mushu chog'da dushmanning tan familiyalik qo'mondonining kelganligini bir saqchi aloqzodlik ichida yugurib kirib, saqchi boshlig'iga xabar qildi. Saqchi boshlig'i olman-talman o'zini sirtqa atdi. Tan qo'mondan saqchi boshlig'iga jiddiy qarab, "O'g'rilar bostirib kiryotidi. Qanday qilamiz? Ularni yeniga setib olib avatgan Jabbor degan nimadan texcha xabari yo'q. Keladigan vaqtidan o'tib ketyotidi", dedi qo'rqinchni yo'shirishga tirishib. "Qanday qilsak bo'lar?" dedi saqchi boshlig'i qo'rqinch ichida. Ular o'ylanib turib ketdi. Ular vaqtincha Ahmadni unutib qolgan edi. "Erkinlik, ozodlik uchun olg'a!" Partizanlarning dahshatlik surib paydo qilib yangrayotgan sadolari yiroqlardan uchib keladi. "Ularning odami rost ko'p o'xshaydi, seling. Qanday qilamiz? Ular to'liq qurollangan o'xshaydi. Bo'lmasa, aldirma, Jabbor cho'qim keladi. Bu haq oson to'zoqqa tushadigan haq." Tanselim o'zini sal tutib oldi. "Jabbor hargizmi ular tarafga o'tib ketmaydi. Mol dunyo kimning ko'zini qizartmasin?" "Tanseling, o yerda biri bor. So'roq qilib ko'rayli. Yana birini o'ltirvatdik. Nima odamlarkan?" "Partizanlarning odami bu yerga ahvol egallashga keptikan, tutib olgan. Bu yaxshi ish bo'pti. Burunroq demay, o'zimiz bir taraf qilayli deb shu." Tun kecha ular bakmu aloqzoda bo'lishib ketyotdi. Birlari telefonni to'xtamay to'lg'sa, birlari nima qilishini bilmay qiyib yuradi. Ular Ahmadning yiniga kirganda uning ko'zlari chekchiyib ketdi. "Boyqi odamni ko'rgansan, aytmasang sen mushundoq bo'lasan. Ayt, qanchalik odaminglar, qanchalik qurolinglar bor?" Saqchi boshlig'i jiddiylashib ketyotdi. "Bilmayman. Buni chananglar, may to'kinglar, o't ko'ydiringlar."
bir saqchi chaydurni ko'tarib keldi. Ikki saqchi qaynavatgan mayni cho'michga oldi. "Men aytay, birla talifim bor, meni qo'yib bersanglar", dedi Ahmad ko'zlarini bechoralarcha mo'ldirlatib. "Bo'ladi, seni qo'yib berayli. Odamlarimiz seni yerim yo'lgacha opirib qo'ydi. Qani ayt, 100 dan ortiq odamimiz, 30 dan ortiq qurolimiz bor. Hey, yana bir do'stingdek botir emaskansan." Saqchi boshlig'i shundoq deb yon qurolini oldi. "Meni qo'yitaman degan-ku, men ularning odam emas." Kayni-kaynidan etilgan ikki pay o'qda uning uni o'chdi. Saqchi boshlig'i qaqoqlab kulib ketdi. Simburut uningga hijib qarab turadi. "Hujum qilayli!" Saqchi boshlig'i uyni titratgudek ovozi bilan qattiq varqirdi. Tan selingning atrofida turgan askarlar uning ovozidan cho'chib ketishdi. Bir ofitser Jabbarni boshlab bular yeniga keldi. Jabbarning ko'zlarida kulka o'ynab, put-qo'llari lingshib turadi. "Tan seling, men ularni boshlab keldim. Qo'tonga qo'y kiryotidi." Jabbar ahvolni zo'q-sho'q bilan bir qur doklad qildi. U Xanzuchni har holda yaxshi so'zlaydi. "Bizni nimishqa burunroq xabarlantirmading? Odamni aloqzada qilib, dut cho'shqa, mushundoq galvonliqinglardan o'zingga ega bo'lolmay yurishsan. Bu ya kichik ishi bo'lmasa?" Tansining uningga go'liyib qaradi. Buningdan Jabbarning chekilaridan sovuq ter chiqib ketdi. "Ularning qarsi ko'ringandan keyin Xan ofitserga xabar qildim. Ish aplashmay qolsa, sizni xafa bo'lib ketarmikin deb, uning ustiga cho'ngroq xizmat ko'rsatib, mukofot nap desa, onangni setadigan o'xshaysan. Mana mukofot degan." Tansiling yenidan tapanchasini sug'urib elib, Jabbarning kuchuklanib bosh qo'yishlarga qaramay, uni etib tashladi. "Jabbar bizga alohida xizmat ko'rsatgan edi. Uning gapi bilan askarlarimizni o'rlashtiramiz deb sizga xabar qilolmagan. Uni atmasangiz bo'ladi", dedi Xan ofitser beshini yerdan uzalmay. "O'z odamlarga sotqinlik qilganlarni men azaldan yaxshi ko'rmayman. Nimaga qarab tursizlar? Hujum boshlanglar. Ular qop ichiga kirib bo'ldi. Xo'p, seling, men hammin taqilib qo'ygan", dedi Xan ofitser qaddini tiklab. 15-bob tugadi.